Qo'lingni ishlatib bemalol faqat qo'l pustoy bo'lishi kerak, tushundingmi? Hop, qo'lni qo'ysa bo'ladimi? Da, qo'lingni olib qo'ysang bo'ladi. Jon yomon bo'lsa, mana bo'ldi. Qani 5 ta sanaymiz. 2 1 5. Ha? Orada 5 6 7 8. Jon yomon bo'lsa. Bo'ldi. Bo'ldimi? Jon yomon bo'lsin. Kam 5 tasini olib ketib turgan. Yo, stopmi, bo'ldimi? Bo'ldi, jon yomon bo'lsa. Charchab qolmanglar, qol bo'ladi. Rahmat deb qo'yinglar, gap beraga, zo'r deb qo'yinglar. Rahmat.